Joriy yilning 13-aprel kuni Shahrisabz davlat pedagogika institutiga O'zbekiston Respublikasi sport vaziri Adham Ikramov, Milliy olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Otabek Umarov, Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimovlar tashrif buyurdi. Tashrif davomida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida institut hududida daraxt ko'chatlari ekilib, sport sohasida yuqori natijalarga erishgan sportchi talabalar bilan vazir va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Eng yaxshi kreativ g'oya Respublika tanlovining birinchi tur Shahrisabz davlat pedagogika instituti saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlov yakuniga ko'ra eng munosib deb topilgan 3 nafar ishtirokchi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Termizda robototexnika bo'yicha tajriba almashish mashg'ulotlari tashkil etildi. Unda ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, texnologik ta'lim mutaxassisligi magistrlari ishtirok etishdi. Muloqot talabalar teatr studiyasi tomonidan Adolat tizgini nomli spektakl namoyish etildi. Filologiya fakultetida o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Abdulla Oripov tavalludining 85 yilligi hamda atoqli shoira Saida Zunnunova tavalludining 100 yilligiga bag'ishlangan adabiy kechalar tashkil etildi. Samarqand davlat pedagogika institutida Shahrisabz davlat pedagogika instituti rahbariyati vakillari ishtirokida muhim uchrashuv tashkil etildi. Mazkur muloqot davomida ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, istiqboldagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Til va adabiyot kafedrasi atoqli olim, adabiyotshunos Aziz Qayimov tavalludining 100 yilligi munosabati bilan ijodiy uchrashuv o'tkazildi. Qarshi davlat texnika universitetida talabalar ligasi doirasida voleybol sport turi bo'yicha hududiy bosqich musobaqalari bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada jami 7 ta oliy ta'lim muassasasi jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Yakunda Shahrisabz davlat pedagogika instituti jamoasi munosib ishtirok etib, faxrli ikkinchi o'rinni egalladi hamda respublika bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Qarshi shahrida giyohvandlik umr zavoli mavzusida roliklar tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi Xayrullo Yoqubov faxrli 3-o'rinni egallab 1 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi. Qarshi davlat texnika universitetida yosh muhandis kosmik robototexnika yo'nalishidagi respublika musobaqalarining hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Yakuniy natijalarga ko'ra institut Yoshlar akademiyasi lideri Nozima Nuriddinova o'z jamoasi bilan aqlli svetofor loyihasi orqali keyingi bosqichga yo'llanma oldi. Samarqand shahrida talabalar teatr studiyalari festivalining 3-mintaqaviy yarim final bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Shahrisabz davlat pedagogika institutining Muloqot talabalar teatr studiyasi Adolat tizgini nomli tarixiy drama asosida sahnalashtirilgan spektakl bilan ishtirok etishdi. Tanlov yakuniga ko'ra Muloqot teatr studiyasi faxrli 2-o'rinni egallab, festivalning respublika bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shahrisabz davlat pedagogika institutida yoshlar kuni doirasida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Yoshlar kuni doirasida dekan va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Aniq fanlar oliy pedagogika maktabi dekani Ahror Eshtemirov fakultetning birinchi bosqich talabalari bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Pedagogika fakulteti dekani Musurmon Imomov fakultet yoshlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Qarshi shahrida talaba yugur ommaviy yugurish musobaqalari bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqaning ayollar o'rtasidagi bellashuvida Shahrisabz davlat pedagogika instituti jismoniy madaniyat yo'nalishi 3-kurs talabasi Safarova Gulsevat Kamol qizi faxrli 2-o'rinni egallab, respublika bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Aniq fanlar oliy pedagogika maktabida 3 avlod uchrashuvi tadbiri tashkil etildi. Unda katta avlod vakillarining hayotiy tajribasi, ustoz pedagoglarning ilmiy yondashuvlari hamda talabaning zamonaviy qarashlari uyg'un holda namoyon bo'ldi.
Tadbir davomida talabalar tomonidan Temur tuzuklari asaridan keltirilgan hikmatli so'zlar o'qildi. Sahna ko'rinishlari orqali tarixiy shaxslar obrazlari mahorat bilan gavdalantirilib, aks ettirildi. Maktab va oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrasi mudiri Akram Sohibov tashabbusi bilan Ziyo ulashib loyihasi doirasida ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Tashrif doirasida Shahrisabz tumanidagi 33 hamda 46 umumta'lim maktablarida o'quvchi yoshlar bilan uchrashuv o'tkazilib, maktab kutubxonalariga 100 nusxadan iborat sara badiiy adabiyotlar to'plami sovg'a qilindi.